Xo'p, sizlar uchun mikrofon oldim. Qalay yetib boryapti doshim. Bunga ham bitta alohida like bosib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Taqvo Mebel kuzatuvchilar, hurmatli obunachilarimiz. Sizlar bilasizlar, ko'p obunachilarimizga ma'lum, o'zim ham ustaman, ham blogerlik qilaman. Xudo xolasa o'zimiz ishlarimizni obzorini qilib o'tamiz. Xudo xolasa turetskiy fasonda ishlarimizni, keyin mehmonxona uchun tayyorlanayotgan ishlarimizni ham obzorini qilib o'tamiz. Xo'p, yana bir narsa. Bu ishimizda 12 talik ham qilib beraveramiz. Mehmonxonalarga qo'ysalar ham bo'laveradi, mehmonxonaga qo'ysa ham bo'laveradi. Bo'lmasa bu ishlarimizdan obzorini boshlaymiz. Xo'p, bu ishimizga keladigan bo'lsak, 12 talik Cobra fasonda ishimiz, orqalari pardalik. Qisqa tanishtirib o'tib ketaveraman. Xonaga keladigan bo'lsak, xona 310 ga endi 120, 14 ta stulimiz terib qo'yganmiz. Xolaganlarga 360 lik ham qilib beraveramiz. Xo'p, xonlari keladigan bo'lsa, xonlari xon taxta bo'ladi. Tumbalari 3 qavat. Xo'p, keyingi ishimiz, xo'p, bu ishimizdan ham nima desam bo'ladi? Obrazezga olib chiqib qo'yganmiz. Bu ishimiz ham shu. Orqalari pardalik. Xo'p, bu ishimizga keladigan bo'lsa, 12 talik narxi 6 million so'm. Bu ishimizga keladigan bo'lsa, bunisini narxini aytmabmiz. Bunisining narxi 6 million 800 ming so'm. Dastavkalarimiz bor. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston bo'lgan. Xo'p, bu ishimiz 12 talik Xitoy atirgul deb qo'yadi bunisi. Xo'p, bunisining orqalari pardali. Qator ko'rsatib ko'rasiz. Broshkalar qo'yganmiz. Xo'p, bu ishimiz ham xon taxta bo'ladi. Xonlar razmeri 310 ga 120. Xonlar xon taxta bo'ladi. Bir yaqinroqdan ham ko'rsatib ko'rasiz. Mana 10 taraz xonlar xon taxta bo'ladi. Xo'p. Bu ishimizni ham narxi 6 million so'm. Keyingi ishimizga o'tamiz. Xo'p. Bu ishimizni guli Monika, 10 keladigan tarafdan. Gullari Monika, atachento material qo'yilgan. Xonlar xon taxta bo'ladi bu ishimizni ham. Xo'p, bu ishimizni ham narxi 6 million so'm. Xo'p. Keyingi ishimizga o'tadigan bo'lsak, kuxniy mebelimizga o'tamiz. Xo'p, bu ishimiz 6 talik. Xonlar xon taxta bo'lmaydi bu ishimizni. Oyoqlarini ham ko'rishlar mumkin, neobычный qilib ishlangan. Tepaga olib ko'rsataman. Bu orqa taraf ko'rinishi. Xolaganlar bunisidan qo'yamizmi? Beldamchini xolaganlar qo'ymaymiz. Endi o'zimizcha bir yangilik qilib qo'ydik. Xo'p. Bu ishimizning narxiga keladigan bo'lsak, 3 million 600 ming so'm O'zbekiston barcha viloyatlariga dastavkasi ichida. Xo'p, 4 oyoqli ishimiz bu yoqqa o'tish iloji yo'q hozir. Ko'rishlar mumkin. Xo'p, bu ishimizning narxi 3 million 300 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor barcha viloyatlarga. Xo'p, xolaganlarga bu xonni misol rangi yoqmagan bo'lishi mumkin. Xonani rangini o'zgartirib beraveradi. Stullarimizni ham ranglarini o'zgartiraveramiz. Xo'p, xolaganlarga bu fasonimizga 4 oyoq qo'yib beraveramiz. Xolaganlarga bu oyog'imizni fasondan ham qo'yib beraveramiz. Xo'p. Shuning bilan bugungi video obzorimiz ham o'zining nihoyasiga yetyapti. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentga o'z fikringizni yozib qo'yinglar. Rahmat hammanglarga.